Assalomu alaykum bütün dünyadaki hürmetli qarindoshlarim, hamma yana oldingiga chiqdim. Bugun chiqishga maqsadim Ubul Hoji Imloqchininki WhatsApp to'plarida sab yurak, vijdonli qarindoshlarimninki uningga har xil savollarni so'rashi bilan qig'ili gap topolmay yalğancılık qilib, yalğandan yana uyni men satmagan kiraga bergan deb shu yalğanni aytib, yezib taqatgan yollanmalarını ko'rdim. Bu yollanmada shuncha hammaga yalğan aytgan bo'lsa-mu, ammo uyning tapısı nomida bo'lgan Abduqahhor Mag'zun ukisi to'g'risida yani bu haqiqatni yoshiranmabdi qarindoshlar. Bu yazmada Abduqahhor Mag'zun uyning tapısını nomida tutib bergan omonatchi deb yozibdi qarindoshlar. Bu Abduqahhor Mag'zun hozir sotqa uy meninki deb arz qilib uyni tortmoqchi bo'lgan yolg'onchi. Ayni shu yolg'onchi ukisini ügütib uyatib bo'lib, hamda yana qarindoshlarimizning besimiga chidayolmay bu rost gapini qipti qarindoshlarim. Bugün men shuningki shu o'zininki yozgan xati bilan xatini ham buninki uyni sotgan vaqtida hujjatga guvohlik bo'lib imzoni atganligi to'g'risida uningga yermiga tanib olgan bo'lsa-mu, yana hujjatdagi imzoning o'zining ekanligidan tananmaydiganligini bilib, hemen ishxonasi yozgan hujjatni ishxonda qilgan demay, hemen Armani Park'ta Mehmet Münacim bilan yazıp imzalab eksplikən, men şu yerdə imza atqan degan bu o'zininki so'zini hammalar bilan paylashish uchun oldinga chiqdim qarindoshlar. Endi bu yolg'onchi imloqchi mushundoq hujjatda imzosi turug'liq o'zining yozgan. Yana WhatsApp'ta qilgan ovozliq so'zi turug'liq imzoni qo'ydim degan mush ikki mingda ochiq paket aldimi, yana men uyni sotmagan deb tenib turyapti qarindoshlar hozir. Bunga Allah kifoya qilsin bu yolg'onchiga. Men hozir mushuninki imzo qo'ygan degan so'zini hammalarga anglatmoqchi qarindoshlar. Ben bunu kıpırışken benim kudretim yok. Mehmet Münacim imzanı etipti, xatni yazıp ekepsle Armada Park'ta kolpak koydum. Ben emlakçı olgan bolsam, öyüne sertifikatçı olgan bolsa, ben kilip emlak ofisimde kanunluk adı parsel, satıcının ismini, alıcının ismini hemini yazışım gerek idi. Kendine aranıldı yazıp, hazırlayıp ekepsle beni kolkap yanında alıp kolkap verdim. Ben elçiye gülem yok. Ben bir elçi ağırdaki. Hürmetli qarindoshlarım, bu imloqchining bu guvohlik so'zini anglatdim. Endi bu o'zininki aslida bu imloqchi bo'lgandan keyin men bu imloqchi ekan deb buningga ishongan. Hem Uyg'ur bo'lganligi uchun buningga men ishonib, bu nim desa ma'qul degan. Endi bu hozir mana mushundoq ovozliq so'zi tutsa, hujjatga yozgan imzosi tutsa, yana bu hozir WhatsApp to'plarida helimi taqa yolg'onchiligidan to'xtamay, hamman uyni sotmagan u odam kazzab yolg'onchi, men kiraga bergan deb menga ching turibdi qarindoshlar. Bu kazzabga mushundoq oramizdagi bu zolimni yo'qotmasak, aramizdan tozalamasak, Allah'ның yardımı bizga kelmaydi qarindoshlar. Bunu başqa millatlar o'qib qolsa, bu Uyg'ur degan zolim ekan, o'zgiga zulm qilgan, bu Xitoyni zulm qildi deyotgan deb bizni boshqa millatlarmi qanday qarayotgan deb men bilamay, o'zim Uyg'ur bo'lg'achqa
bu Uyg'urning bu nomussizligini yeyish uchun hijillab, men bu ish hali kechikib ketdim qarindoshlar. Buningga nurg'un gap qildik, nurg'un evatdik, buni oshkorlangan. Unumgandan keyin ammo oshkorlash majbur bo'ldim qarindoshlar. Endi buni angladinglar. Men bir Xitoy zolimning zulmidan yaşayamay yurtimda. An bu sıdqı hicret qilib, aile balalarını ko'tarib, Xitoyninki zulmü sebebinden öz mal-mülkümge ega olanmay, nurg'un mal-mülklerim aşağıda qilib, aran bir satalgınımni setip, şu pulumni hech qolmaydigan jamlab shu yerda qo'yib, bir chiqqan bir Uyg'ur qarindoshlarım. Endi u pullarimni mana bu qo'ymichi menda qo'yib, bu uyni menga besatib, oldida Mehmet'in acımı besatgan, endi uningdan menga sotdi, endi mendan tortib olib, buni yana bir kimga setish maqsadida shunda zulm qilyotdi qarindoshlar. Endi Üzemning uyining topusini Üzemga ber desem, mendan $15,000 pul istedi qarindoshlar. Endi men buning $15,000 bermedim. Bu pul hem yo'q, bo'lsa ham men uni bermayman. Bunda saxtikorga itoat qilmayman qarindoshlarım ama. Shuning uchun o'yimning haqqim, bu haqqimni olish uchun bu dunyoda bu hayot bo'lsam, buni men o'lguncha buning bilan bu mujohidalarni to'xtatmayman. U dunyodan men buningdan hergiz haqqimni halol etmayman. U dunyodan Allohning oldiga borganda shu haqni bilib turib, nohaq tarafga yordam bergan va har qandaydan Allohning oldiga borgan chog'da men buningdan intiqomimni olishni Allohdan talab qildim. Endi Uyg'urninki tumurda qani aqiyotgan sap dil, sap niyatlik, haqiqiy zolimga qarshi turishni maqsad qilgan butkul dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimdan menga yordam talab qilaman qarindoshlar.